Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana bugun Napolniy klimat degan duv kontur kotelimizni profilaktika o'tkazishga keldik. Kelgan paytimiz kotel yonib o'chayotgan edi. Buni sababi mana bu yerda datchik ionizatsiyasi bor. Bu olov yondi deb plataga buyruq berish kerak. Buni uchini nag'ar boylab qo'ygan ekan. Hozir ochib, tozalab joyiga ildirdim. Kotel mana normalniy yonib ishlash holatiga kirdi. Mana polni gradusga qo'yganmiz. Sal qaytarib, mana kotelimiz ishlayapti. Mana 30 ga yaqinlashib qoldi. Mana bunaqa sistemamiz. Sistemamiz bu yerda bez trехходовой klapan ishlangan. Bu xato bo'ladi. Bunga xudo xolasa bu sezonni chiqqanlaridan keyin yozgi mavsumga kirgan payti bu yerlarni polni almashtirib beramiz xudo xohlasa. Lekin gidrostrelka qo'yib bu yerlar to'g'ri ishlangan, lekin bez trехходовой klapan. Hozir endi garelkalarini yechib profilaktika o'tkazamiz. Bu holatini ham xudo xohlasa hozir ko'rsatib boraman. Mana hurmatli yurtdoshlar, garelkani ko'rishlaringiz mumkin. Hali uncha teshiklari yopilmagan. Lekin changini tozalash kerak yaxshilab. Mana bu yerda elektrodlari turibdi. Mana elektrodlarning ahvolini ko'rishingiz mumkin. Yuzlarini mana nakib bo'ylagan. Buni ham tozalash kerak yaxshilab. Mana orqa taraflarni ko'rishingiz mumkin. Qishki mavsumga kirmasdan oldin kotellarni обязательно garelkalarini yechib profilaktika o'tkazish kerak. Keyin qishning o'rtasida sovuq payti kotel turib qolsa, mana shu narsalar sababchi bo'ladi. Xullas, mana obunachilar, garelkamizni ham tozalab oldik. Yap-yangiday bo'ldi. Mana boya qanaqa edi, hozir qanaqa. Mana elektrodlarni ham tozalab, hozir endi joyiga ustanovka qilamiz. Keyin xudo xohlasa kotelimizni yoqib, keyin yana gaz regulirovkalarini qilamiz. Xullas, mana aziz obunachilar, kotelimizni yoqdik. Garelkasini joyiga ildirdik. Xullas, mana ko'rib turganlaringizdek gaz juda ko'p kelyapti. Bu yerda mana gazimizni o'lchayapmiz. Pramoy sentralniy turbadan kelayotgan gazimiz 76 millibar kelyapti. Bu reduktorgacha. Endi reduktordan keyin qancha bo'layotganini hozir ko'ramiz. Lekin kotelga bunaqa davleniya yuborish mumkin emas. Nimaga desa, bu yerda o'zini gazoviy klapani bor, shu regulirovka qilib bera olmaydi. Shuning uchun polностью ochib juda ko'p gaz ketib, gaz rasxodi ko'payib ketadi. Mana hurmatli obunachilar, ko'rishlaringiz mumkin. Hozir gaz kelib, reduktordan chiqib gazoviy klapanga borayotgan joyini o'lchayapmiz. Mana 36 millibar. Bu uncha ko'p emas, lekin ko'p hisoblanadi. Buni hozir 25 qilib qo'yamiz. Mana bu yerda reduktorning regulirovkasi bor, lekin mana bu mikromanometrsiz tavsiya bermayman buni ruchnoy regulirovka qilishni. Mana ko'rayotganingizdek kamaytiramiz. Mana kamayapti. 30, 25, 20 dan ziyod qilib qo'ysak bo'ldi. Chotki ishlaydi, xudo xolasa kotelimiz. 25 qilib qo'yamiz. Mana 25 millibar qilib qo'ydik. Ana shunda kotelimiz chotki ishlab beradi. Nimaga desa, bu gazni ham bu yerda ko'p kelib turgani ko'p. Qishki mavsumni gazini ochgandan keyin juda kuchli gaz keladi. Shu hisobiga buni обязательно
profilaktika o'tkazgan payti ustalarga maslahatim обязательно gazini ham regulirovka qilib ketinglar. Shu bilan videomiz tamom. Video yoqqan bo'lsa like bosing, savollar bo'lsa ham kommentariyada qoldirsangizlar, обязательно javob beraman.